O'zbekistonda dollari borlarga tezkor xabar. Ertaga O'zbekistonda dollar va rubl kursida keskin o'zgarish bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun video roligi ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 13-noyabr kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra rubl kursi 0.3 so'mga pastlab 147.52 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 14.43 so'mga tushib 13.852 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 17.65 so'mga pastlab 11.972 so'mni tashkil etdi, deyilgan xabarda.